podpisчик, axvat, sotuv hammasini qilib beraman. Siz menga ishoning. Mayli, rezultat bo'lsa bo'ldi. Tushib qolmagan bo'lsam bo'ldi. Nima bu yana telefon qilyapti? Alo. Nimaga yopib ketdingiz? Telegramdan yozaman deydi-ku. Men hozir syomka dedim. Qachon syomkaga chaqirasiz? Ertaga bo'ladi. Men sizga o'zim telefon qilib beraman, xo'pmi? Maylimi? Ssenariy bermaysizmi? Men professionalman-ku. O'zim borganimni to'g'rilab beraman, o'zim tayyorlantiraman sizni. Yarim soatga ham kech qoladi. Men biograf degani. Uzr, men ozgina kech qoldim. Boshlaymizmi? Bo'pti, boshladim. Tepaga qarang. Sal pastroq. Sal. No, gaplardan gapiring. Faqat qarab turmasdan. O'shaning uchun aytdim-da sizga, ssenariy qiling deb. Ne qilmadingiz mana? Siz menga ishoning, montajni to'g'rilab beraman. Bu yog'i to'g'ri bo'lib ketadi, zo'r bo'lib ketadi. Necha kunda endi videolarim tayyor bo'ladi? Qachon tashlab berasiz? Videoingiz 10 kunda tayyor bo'ladi. O'zim sizga Telegramdan hamma videolar tayyor bo'lgandan keyin tashlab yuboraman. Hozir men bunda rasmini chiqarib qo'yaman. Nima bu menga yana telefon qilyapti? Alo? Qanaqa pulni qaytarish? Men bir oy sizga kontent plan tuzib berdim, syomkalarga bordim, ideyalar qidirdim. Agar yana bir marta shu mavzu haqida og'iz ochadigan bo'lsangiz, Instagramingizni parollar, Telegramingizning parollari menda bor, hammasini blokka tiqib tashlayman.